Hammaga assalomu alaykum. Yangi biznes YouTube kanali obunachilari. Bugun 27-fevral 2026-yil. Ustaga Assalomu alaykum. Tinsiz, sog'lashim, rahmat, tinsiz. Bog'xona juda chiroyli chiqibdi. Nechta molga joy bo'ldi? 30 ta molga joy bo'ldi. 30 ta molga joy bo'lgan. Endi hammaga hali kimdir 4 ta, kimdir 10 ta rasmodiga qiziqadi-da. O'sha bitta video qilib bersang, odamlar uchun, ma'lumot uchun. Bo'ldi. Bitta lak bosib qo'yasizlar. Nech pul ketgan, omolat juda chiroyli chiqibdi. Nimalari, nechiga, g'ishlari, ukloni hammasini bir qator ma'lumot berib ketasizda. Bo'ldi. Iloji bo'lsa pastdan tepaga qarab chiqsangiz, Bo'ldi. ekranga qarab ma'lumotni beraverasiz. Bo'ldi aka. Bu pastgami? Pastdan Ha, pastda mana g'ishlar bo'yi nimasi 220. 220 bo'lgan-a, uzunligi. 220. Aha. Bu boshi 30 ta molga 2 ming ta g'ish ketdi. 2000 ta g'ish ketgan. Nech puldan olindi hozir? G'ishni 2000 1200 so'mdan oldim. 1200 so'mdan olingan-a? Oldik g'ishni. Xo'p. Betonlariga nech pul ketdi? Beton bitta molda uni bitishi, g'ish bosh shu hamma yo'q bitishi 450 ming so'mdan. Bitta molni degani mana shu joy bilan 120 110 lik joy. Ha. Bitishi 450 mingdan usta haqi. Usta haqi 450 mingdan. 30 tasini ko'paytirsak 12,5 million. 12,5 Yana sizlar kommentariyada ko'paytirib ketaverasizlar, xudo xohlasa. 12,5 million. 12,5 million. O beton ishlariga nech puldan ketdi? Mana hammasi ichida bo'ldi. Ichida Nima, bo'ldi. qancha semun, qancha shag'al? 6 tonna semen ketdi. 6 tonna semen ketdi. 2 mashina shag'al ketdi. 2 mashina shag'alga, Kamazda. Kamazda, 1 mashina tosh ketdi. 1 mashina tosh ketgan. Nima, ustaga? Oxirlari nechiga nechi bo'lgan bu yoq? Bu 60 bo'lgan. 60 lik, ha? 50 degan, 50 ga 60 shunaqa bo'lgan. Hozir esimda qolmadi. Pastligi 30 ga. Nimasi 30 ga? Bunaqasi 50 bo'lgan. 50 bo'lgan. 30 ga 50. Unaqasini o'lchaganmiz? Bu 65 bo'lgan. 65 bo'lgan. Bu mo'ljallangan. 65 bo'lgan. Bunday ko'z yog'ochlariga nech pul ketdi tursaga? Yog'ochni 90 mingdan oldik. Donasini. To'g'ri, nech pul yog'och oldik? 13 million yog'och oldik. 13 million yog'och ketyapti. Hali tom yopilgani yo'q. Yo'q. Hozir vassasida turibmiz-da. Vassasida turibdi. Ot tepaga chiqamiz, eng nimasi. Bu yerda pena beton bossa issiq, muzday bo'ladi. Muzday bo'ladi deyapti. Yolg'ozlar zo'r semiradi deyapti. Qishda issiq bo'ladi va uni ot tepada ko'rsatamiz video davomida. Temirlarga nech pul ketdi endi bularga? Stokalar. Yog'och ishlatilmadi-da. 14 millionlik temir oldik, ashincha otib oldi yana. 14 millionlik temir oldik. Otib qo'ygan ashincha, yarim otib qo'ygan. Yarim ortib qoldi. Yarim otib qo'ygan. Yarim otib qoldi. Dehqonchilik ekan. Dehqonchilik. Ishlaka biloylar bormi? Bular bor edi. Buni ham urilgan edi. Devor yo'q bo'lsa, buni ham sizdan hisoblab olasizlar donasini. Bor edilar. Xo'p. Bu yoq 220 aral chuqurligicha uklon qilinganmi? Ha, uklon o'ttadan aka chiqib ketadi netdan. Nima deydi? 3 ta joy degan. 3 ta joy, ha. Chiqib ketadi. Oxirichidan ham ketgan nima turba. Boshi nechi? Boshi 15 dan 15 shekilli uklon. Ha, 15. Bu yog'i 40. Ha, 40 bor. 40 ekan. Bor. Chiqib ketadigan joyi. Lata o'rnatiladi. Orqa tarafiga ham odam yurgani. Joy 1 metr. 1 metr bormi? Ha, 1 metr, rosa 1 metr. Arava, parava kirib chiqqan bo'laveradi. Va 220. 220. Ukloni endi nimasida CDga oqib ketish uchun mashdan bu oxirigacha necha bo'lgan? 6 sm. 6 sm ukloni bu yoqdan orqasigacha 6 sm uklon bo'lgan. Novozga-da endi. Novozga. Ustaga mana hop aytilmagan nima qoldi endi? Hammasini aytdik. 14 millionga ketganmiz. Semunlarini hozir bitta hisoblab turib endi video cho'zilib ketmasligi uchun hisoblab nima qilamiz? Tepada pena beton nimalarni loy solmaydi bu. Yo'q, pena beton qo'yamiz tevalarga. Hozir endi zamonaviy nima chiqqanda qo'yapmiz endi. Qishda issiq, yozda muzday bo'ladi. Hozir tepaga chiqib video davom ettiramiz. Buni o'zingiz noldan qildik buni. O'zimiz. Agar zakaz bo'lsa, vodiy bo'ylab qilaveramiz. Hozirgi joyimiz Farg'ona viloyati Yozyovon tumani. Komuna, Qurt bozor desa hamma biladi, ashta turibmiz. Bo'ldi. Qo'yanni o'zi tepada gaplashamiz azizga. Bo'ldi. 100 million ketgan molxonamizga yozda salqin turish uchun pena beton qurilyapti. Aka bu pena betonni loydan qimmat tushib ketmaydimi? Yo'q, loydan nabarat arzon bo'ladi loydan. Arzonroq bo'ladi. Somon qil, odam chaqir, qog'oz qil. Hozir mana qishki kunida ham birov loyga tushib loy qilmaydi-da, pena betonni shuni olib kelib quyib qo'yilaveradi. 3 kishi quyib qo'yaragansizlar. Ustaka endi bu pena beton haqida ham o'z ma'lumotini berib keting bir qator. Bu xudo xolasa qishda issiq bo'ladi aka. Yozda muzday bo'ladi.
bitta suv, hamma o'zimizdan xudo xolasa. Bu nimalari ham tekis bo'ladi. Sichqon Ha, sichqon sichqon. o'tmaydi umuman. Yo'q. Shisha tolalari bor. Bu rasxodlari qanaqa bo'ladi? Biz olib kelib beramizmi Yo'q, material? hamma o'zimiz. Tok bilan suv bersalar ham bo'ldi. To'k bilan suv bo'lsa hamma Hamma o'zingizdan. o'zimizdan. Nimasichi? Xizmat ko'rsatish O'zbekiston bo'ylab, vodiy bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab. O'zbekiston bo'ylab mashinalar bor, transport. Bor, hamma yo'q bor. Narxi nech pul endi? Eng qizil joyi narxi nech pul? 45 ming so'mdan. 45 million, 45 ming 45 ming so'm kvadrat. kvadrati. Stechkalarga quyilyapti. Agar katta firmalar 1000 kvadrat, 3000 kvadratlar bo'lsa, yo'lda qilib qo'yamiz. Bor aka, hamma. Boshqa viloyatlargachi Toshkent, Voha Qo'shilib qoladi yo'l nimasiga. transport hisobiga ozgina qo'shilib qoladi. Ko'p emas, ozroq. Nech pul qo'shiladi? 50 ming, 55 ming bo'lib qoladi. Kvadrati 50 ming, 55 mingdan qo'yilaveradi. Nisbatan arzonroq yana sizlarda. Ancha arzon bo'ladi. Bir qator surishtirib ko'rib, telefonlashaveramiz. bo'lsa bo'ladi. Ishlaring garantiya. Garantiya. Garantiyasi qanaqa? Necha yil? Yo'q, yilmi? Yo, turadi, garantiyasi bor. Buzilib ketguncha turaveradi. Ular bitta qachon- quyilgandan keyin qanaqa buziladi? Tomda odam chiqmasa mana buzil. Xo'p, Stechkalar quyilyapti aka, to'pliponlar tagidan. aniq uyga Uyga. stashka qilmaydida, stashka hisobidan pena beton issiq bo'laveradi. Issiq bo'laveradi. Bitta torting anga. Shu o'zingiz tortib oling. Xo'p, mana oq narsasi nima bu tagiga solingan? Izaspan. Bu karobka solinmas Yo'q, ekanda. yo'q, hech nima kerak emas. Zardovolni urib, bu cho'ndirakasini qo'yib bersa bo'ldi. Vassasini. Vassasini qoqib bersa bo'ldi. Bo'ldi. Hozir necha quyiladi ustaga? Ko'pchilik va qiziqda baribir endi. Hali pulini 45 ming 7-8 plus. 7-8 plus. Ha. Bu hali 4-5 pul yorilib ketib, Yo'q, undan bo'lmaydi. internetda ko'ryapmiz, yorilib yo'q, ketdi, yo'q. bo'ldi. 8, 7 quyiladi. Hozirgi 10 joyi- santimetrgacha quyiladi. 10 santimetrgacha quyiladi. Hozirgi joyimiz mana Andijon Qo'qon trassasida, Yazavonda, o'sha Komuna Qut bozorining oldida qo'yyapmiz. Mana shu to'g'ridagi trassa. Akamiz ishini ko'ramiz degan vodiy bo'ylab mana shu atrofda akalar bo'lsa, bemalol kelishaveradi. O'zi qayerlisiz aka? Qo'shtepadanmi? Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidan. Yon atrofdan bo'lsa, hali bir xil narx. Bir xil. Xudo xolasa. Andijonga ham bir xil, Farg'ona ham bir xil, Namangan ham. ham bir xil. Faqat shu Terevalda ag'ib bo'lsa, qo'shilib qolishi mumkin. transport hisobiga bu ham, yo'l kira hisobiga. Ha. Bitta torting aka. O'nlar zo'r narsa ekan-ga. Mana shu hozir quyib tekizlanadimi, qoladimi? Yo'q, tekizlanadi, o'zi tekizlanib oladi. Bir qator suv tortilgandan keyin tekizlanadi. Xudo xolasa. Agar ustakamizga molxonani ham ko'rsatdik, molxonadan qo'shimcha xizmatlar bo'lsa, bemalol Xanjon aka chiqishaveradi. Qilaveradi. Yo'ldan o'zi bitirib beraveradi. Bitiraveramiz. Homigacha pena beton boshqasi. Hamma yo'g'iga. Pena beton o'zi bo'ladigan bo'lsa qilib beraveradi. Molxonaga hozir sizga Samarqanddan zaka tushsa, ozgina 4ta 5ta emas, bir 20 ta molga joy olish kerak bo'lsa, boraverasiz. Boraveramiz aka. Qirg'izistongacha, Tojikistonlarga. Boramiz aka, shalarga ham o'taveramiz. Akamiz mana shu universallagan gap yo'q. Kanalimizga obuna bo'lib, mana shu ko'rsatilgan raqamga aloqa chiqaverasizlar. Sog' bo'lasiz, hammaga. Salomat bo'ling.